Assalomu alaykum hammaga. Siz My Anime News kanalidasiz va bugungi videoda sizlarga Titanlar hujumi so'nggi hujum animesini to'liq tahlil qilib, animening aniq maqsadi, Eren va Ymirning maqsadlari, yer titrashi, so'nggi hujum haqida teoriyalar va Eren haqida gaplashamiz. Qani unda bugungi qiziqarli videoni boshladik. Xo'sh, boshidan devor ichidagilar odamlar faqat devor ichida yashaydi deb o'ylashgan edi, lekin ularning eng katta dushmani Titanlar edi. Keyin ma'lum bo'ladiki, Titanlar aslida odamlar, devor tashqarisida boshqa davlatlar ham bor. Eren Yeagerning davlati Eldiya dunyo tomonidan yomon ko'riladi. Eren buni bilib, o'z xalqini himoya qilish uchun juda ham katta hujumni boshlaydi. 4-faslning so'ngida Eren akasi Zik bilan birlashib, asoschi Titanga aylanadi va uni boshqaradi. Aslida Zik Erenni boshqarish kerak bo'ladi va bu bilan Zik elliklarni boshqa farzand ko'rolmaydigan qilishni niyat qilgan bo'ladi. Lekin Eren Ymirning maqsadini tushunib qoladi va Ymir Zikka emas, Erenga quloq soladi. Ymirning asl maqsadi o'zi nima? Ymir Fritz Titanlar kuchining boshi. U 2000 yil davomida Titanlarga xizmat qilgan, hech qachon erkin bo'lmagan. Eren asosiy kuchni olganida Ymir birinchi marta o'zini erkin his qiladi. Ymirning Erenni tanlagan sababi Erenning irodasi kuchli, u hech narsadan qo'rqmaydi. Ymir o'z erkinligini topish uchun Erenni vosita sifatida ishlatadi. Aslida Ymir Titanlar la'natini tugatishni, odamlarni ozod qilishni, o'z azobini yakunlashni xohlagan. U buni Mikasa orqali yakunlaydi. Endi Erenning maqsadi haqida. Nega Ymir va Erenning maqsadlari haqida gapiryapman? Chunki ko'plar ular nima uchun bu ishni qilishayotganini tushunishmagan. Erenning maqsadi murakkab, lekin soddalashtirsak 3ta. Birinchisi, Paradisni dushmanlardan himoya qilish. U bolaligidan beri o'z xalqini himoya qilishni istagan. Ikkinchisi, Titanlar la'natini tugatish. Titanlar mavjud bo'lsa, urush ham bo'ladi. U buni tugatish uchun oxirigacha boradi va buni uddalaydi. Uchinchisi, do'stlarini ozod qilish. Eren shunday yo'l tanlaydiki, oxirida do'stlari dunyo qahramonlari bo'ladi. Dunyo Titanlardan qutuladi. Mikasa bilan Ymir la'nati tugaydi. Eren bilardi, o'zi bu yo'ldan qayta olmaydi. Shuning uchun do'stlariga uni to'xtatish uchun imkon beradi va shu maqsadlar bilan yer titrashni boshlaydi. Yer titrashi bu asosiy Titanning kuchi, qirollik qoni va devor ichidagi minglab ulkan konsertlardir. Eren qirollik qoniga Zik orqali bog'lanadi. U asoschini ishlatgandan so'ng xohlasa barcha eldaliklarni Titanga aylantiradi, xohlasa o'ldiradi, xohlasa xabar yuboradi, xohlasa asosiy Titan kuchiga ega bo'lgan, masalan Rayner armiyalarining Titanga aylanish kuchini oladi. Bu aytganimdek, Eren do'stlarini qahramon bo'lishi uchun o'zini qurbon qiladi. Yer titrashni to'xtatish uchun asosiy Titan kuchi yo'qotish yoki Eren bilan aloqani uzish kerak bo'ladi. Shuni Armin, Mikasa va qolganlar uddalashadi. Bo'ynini portlatish orqali va biz yana ikkita Titan jangini ko'ramiz. Eren va Arminning. Shu vaqtda Mikasa ne iztirob qayg'u bilan Erenning boshini oladi va uni Eldiyadagi daraxt ostiga ko'mib, to qarib o'lgunicha u yerga har kuni boradi. Ana shuni do'stlik va sevgi desa bo'ladi. Eren o'lgach, barcha Titanlar la'nati yo'qoladi. Titanga aylanganlar odamga aylanadi. Titan qo'rg'onlari yo'qoladi. Orada Eren o'zining har bir eng yaqin do'sti bilan suhbatlashgan bo'ladi, lekin bu suhbatni o'z o'limidan keyin ularning xotirasiga soladi. Shunda hammasi xafa bo'lib Eren deb qolishadi. Endi Titanlar hujumi so'nggi hujum haqida qiziqarli teoriyalar haqida gaplashamiz. To'g'ri qolsa aytishim mumkin, ko'p narsa qolib ketdi va ko'pchilik 2-3 oydan beri kommentariyada Titanlar hujumi deb yozyapti. Shunga endi kanalda tez orada 9 ta asosiy Titanlar kattaligini taqqoslash, Levi haqida, Eren haqida, Titanlar tarixi haqida, 100 yillik Titanlar urushi haqida va Eren tirikmi yo'qmi? Shunday qiziqarli mavzularda videolar chiqadi. Endi teoriya haqida gaplashsak, birinchi teoriya, Eren kelajakni ko'rib turgani sabab tanlovlar o'zgarmasdi. Ko'pchilikning va insiderlarning fikriga ko'ra, Eren kelajak xotiralarini ko'rib qo'ygan. U qanday bo'lsa ham natija o'zgarmasdi. Shuning uchun u eng optimal og'ir yo'lni tanlaydi. Bu nazariya shuni anglatadiki, Eren hech qachon erkin bo'lmagan. Taqdir va hayot uni boshqargan, xuddi Ymirdek. Ikkinchi teoriya, Eren aslida yer titrashning to'liq emas, balki yarim kuchini ishlatgan. Ba'zi manbalar aytadiki, Eren aslida dunyoni yo'q qilishni istamagan. U yer titrashini shunchaki dushmanni qo'rqitish va ellik kuchini ko'rsatish uchun boshlagan, lekin asl maqsadi Titan la'natini tugatish bo'lgan. Bu nazariya Erenni yomonlik qilgan qahramon sifatida ko'rsatadi. Uchinchi teoriya, Mikasa Ymirning 2000 yillik azobidan ozod qilgan yagona odam. Bu nazariya Ymir 2000 yil davomida sevgi tufayli asir bo'lgan, faqat Mikasa bu zanjirni uzadi. Shuning uchun Ymir Mikasani tanlagan. Eren ham shuning uchun Mikasaga eng qiyin rolni topshirgan, ya'ni o'z o'limini. Bu anime finalini juda ramziy yakun qiladi. Bunday teoriyalardan juda ham ko'p, lekin ba'zilari bizga tushunarsiz. Xullas, kanalda yana Titanlar hujumi haqida 10 ta qiziqarli videolar chiqadi. Shunday ekan, shunmi deb xafa bo'lmanglar. Hali Titanlar tarixi, 100 yillik Titanlar urushi
kabi qiziqarli videolar chiqadi. Titalar tarixiy videosida Yemirning Titanga aylanishi, Titalar merosi olish haqida ma'lumotlar bo'ladi. 100 yillik Titalar urushi videosida esa jang qanday boshlangan, nima bo'lgan va qanday titalar bo'lgan hammasini haqida ma'lumotlar bo'ladi. Titalar hujumi so'nggi hujum animesiga o'zimning fikrim. Bu anime olamidagi eng zo'r qayg'uli fantastik yakunlardan biridir. Eren do'stlari uchun dunyoni yo'q qiladi. Do'stlari esa dunyo uchun Erenni. Animening grafikasi sifatida juda ham yaxshi. Syujet haqida esa gapirib o'tirmayman, chunki haqiqiy Titalar hujumi animesining muxlislari buni juda ham yaxshi bilishadi. Animening aniq maqsadini tushuntirib berish qiyin. Hamma uchun har xil, hamma odamning dunyoqarashiga qarab animeni tushunish mumkin. Meni fikrim, animening maqsadi do'stlar uchun halok bo'lish, dunyodan qasos olish. Sababi ham bor. Bu Erenning onasi, birlashish, harakat qilish, dunyo uchun halok bo'lish. Qaysi ma'noda? Bilasizlar, Erenning qo'shini Eren uchun ko'p harakat qilgan va bu borada kamida minglab askarlar o'lib ketishgan. Hattoki Eren Hanjilar ham. Sizlar ham o'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Animening maqsadi haqida. Bilasizlar, hozir dizaynersiz ish bitmaydi. Shunga sizlarga o'zimni dizaynerimni tavsiya qilmoqchiman. Muhammadullohni. Agar dizaynerga ish tushsa va yaxshi dizayner kerak bo'lsa, bemalol Muhammadullohga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ichkalarini opsiyaniyada qoldiraman. Boshida aytganimdek, Titalar hujumi so'nggi hujum animesini tahlil qilib berdim. Animening aniq maqsadini aytdim. Eren va Yemirning maqsadlarini ham aytdim. Yer titrash haqida, so'nggi hujum haqida teoriyalarni ham aytib o'tdim va Eren haqida ham ma'lumotlarni berib o'tdim va bugungi videoda sizlar bilan Titalar hujumi so'nggi hujum animesi haqida gaplashdik va video haqida va anime haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Shuning uchun hoziroq obuna bo'lib qo'yinglar va shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazolmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin va keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha. Darkwave. Break it down. Darkwave.